Uyda o'tirgan holda Zoom marketda ish boshlab, millionlarni qanday qilib topish kerakligini etapma-etap ko'rsatib o'taman. Hech qachon pul oldimizga yugurib kelmaydi. Uni topish uchun harakat qilishimiz kerak. Birinchi o'rinda davlat xizmatlariga borib, yakka tartibda tadbirkor bo'lib ro'yxatdan o'tamiz. Xohlasangiz bormasdan onlayn ro'yxatdan o'tsa ham bo'ladi va bankdan hisob raqami oshiramiz. Shu bilan hujjatbozlik ishlari bitdi. Ana endi olgan hujjatlarimizni hammasini onlayn Uzum saytiga ro'yxatdan o'tkazib, 5 daqiqada o'zimizning do'konimizni ochamiz. Tabriklayman, ana endi siz Uzum seller bo'ldingiz. Ana endi ishimizning asosiy qismiga keldik. Oldindan analiz qilingan va yaxshi sotilishi kutilayotgan tovarlarimizni seller saytida tovar kartochkasini yaratishni boshlaymiz. Tovar kartochkasi xuddi bu pasportdek gap, unga ma'lumotlar, rasmlar kiritiladi, o'zini belgilangan standartlarga asosan. Kiritganimizdan so'ng nakladnoy qilib, uni yuborishga tayyorlaymiz. QR-kodlarni Zoom sayti o'zi tayyorlab beradi. Biz faqat uni chiqartirib olib yopishtirsak bo'ldi. Mana bunaqa apparatchani manam zo'r sotuvchi bo'lib ketgandan keyin oldin boshlanishiga sizlar oddiy poligrafiyalardan, kompyuterxonalardan chiqartirib, qirqib yopishtirsanglar ham bo'ladi. Shtrix kodlarni yopishtirib, upakovka qilib, korobkaga joylab, hammasini Toshkent skladiga o'zimizni viloyatdan turib bemalol jo'natsak bo'ladi. Shunaqa imkoniyatlar ham yaratib qo'yilgan. Tovarlarim sotuvga chiqqandan so'ng sotuvni jonlantirish harakatlarini boshlaymiz. Ya'ni biznes xuddi chaqaloqqa o'xshaydi. Uni turib, yurg'izib, oyoqqa qadam qo'ygunicha yordam berib tursak, bu chaqaloq katta bo'lgandan so'ng bizga yordam beradi. Xuddi biznes bilan odamni ta'riflagandek. Esinglarda bo'lsa, men o'zim 1,5 million bilan savdoga kirganman va mana oktyabr oyi uchun 72 millionli oborot bo'lgan. Endi to'g'risi, men ustozim bo'lmagan, shuning uchun men birdaniga ko'tarilmaganman. Pog'ona, mana endi shu darajaga yetishdim. Boshlanishda hatto kompyuterim bo'lmagan, boshqalardan so'rab foydalanganman. Keyin o'zimni kompyuterimni daromadlarimdan oldim. Boshlayman, qila olaman degan odam albatta qila oladi. O'xshamasa-chi deb boshlangan ish esa albatta o'xshamaydi. Hamma narsa ixlos bilan. Aynan shu qoqilib yiqilgan joylarimni inobatga olib, o'zim kurs tashkil qildim va bu kursimda o'zimni xatolarimni takrorlamasdan sizlarga daromad qilish yo'llarini o'rgata boshladim. Birinchi patok kursimda esa o'quvchilarim o'zi 2 kunda 1 millionlik savdo qilgan. Ishonasizlarmi? Bir haftada esa 6 millionlik savdo. Buni aktualimda Instagramda ko'rishingiz mumkin. Rasm, video, magazinlari bilan kiritib qo'yganman. Bu maqtanish yoki kursga jalb qilish emas. O'zingizning hayotingizni o'zgartirishni istasangiz, xuddi men oddiy talaba qiz shuncha tavakkal qilib o'zining hayotini o'zgartirgandek, siz ham harakatingizni boshlasangiz bo'ladi. Chunki noyabr oyining boshida men kursimga start beraman va istoriyalarımda e'lon qilaman. Qolib ketmang. Aytgancha uzum kurslar millionda yuradi. Sizga qancha deb so'raysizlarmi? Atigi 800 ming so'm. Hech qaysi kurs uzum kursida mana shu 800 ming so'mga o'rgatilmaydi, ishoninglar. Chunki hamma fishkalari bilan, hamma millionlik kursda o'rgatiladigan narsalarni men atigi 800 minglik kursimda o'rgataman. Kursda siz tovar analiz qilib, daromadga chiqquncha bo'lgan barcha jarayon o'rgatiladi. Siz bilan o'zaro aloqa lichkada yordam beriladi va chat guruh ochiladi. Unda o'zaro fikr almashib, bir-biringizga yordam bersanglar bo'ladi. Sizni o'z kursimda kutib qolaman. Kurs qiziq bo'lsa, plus qoldiring.